Siz teringizga biror rasm chizdirmoqchisiz va u yillar davomida siz bilan qolishini ham bilasiz. Gap nima haqida ekanini bildingiz. Tatuirovka bu shunchaki san'at emas. Bu organizm ichiga yuboriladigan kimyoviy siyoh. U o'zi tanada qanday harakat qiladi va eng muhimi zarari bormi yoki yo'qmi? Keling tushuntiraman. Tatuirovka qildirish chog'ida igna terining ustki qatlami epidermisni kesib o'tib, dermis qatlamiga siyoh yuboradi. Aynan shu qatlamda qon tomirlari va immun hujayralari joylashgan bo'ladi. Organizm siyohni begona modda deb tan oladi va uni yutmoqchi bo'ladi. Siyohning bir qismi esa limfa tugullariga yetib boradi. 2017-yilda Scientific Reports Nature jurnalida e'lon qilingan tadqiqotlarda sinxron spektrometr yordamida tatuirovka siyohdagi nano hissalarni va moddalarning yo'lini o'rgandi. Ular aniqlashdiki, tatuirovka siyohdagi titan dioksid kabi nano hajmli pigmentlar shaklida organizmda teri ostida limfa tugullariga ko'chadi. Bu moddalar limfa tugullarida tashqi to'qima bilan to'planishi va yallig'lanishli reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa siyohning nafaqat terida qolmasdan, balki tananing boshqa qismlarida ham tarqalishini tasdiqladi. Ba'zi siyohlar tarkibida metal bo'lganligi sababli MRT tekshiruvlari vaqtida qizarish, issiqlik yoki og'riq holatlari yuz berishi mumkin. Uni shunchaki lazer bilan yo'qotish oddiy jarayon emas. Xulosa qilib aytganda, tatuirovka san'atmi yoki xavf? Buni har kim o'zi hal qiladi. Ammo tanangizda doimiy siyoh kiritish bu nafaqat estetik qaror, balki sog'liq masalasi hamdir.